Xayli shanba, hammaga salom. Xaysizlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Outfit obdilib ko'rsataman. Bunaqa baland qaraldiydimi? Va men hozir Bootsdan keldim. Kim bilmasa, Boots Angliyada yashaganlar naверное ko'proq biladi. Bu ham byudjetning, ham qimmat kosmetika, hamma uyga kerakli zubnoy pasta deysizlarmi, shampunmi, kraskami, ish qilib hamma beautylar joylashgan, atirlar, hammasi joyi bor. Dorilar, детский питаниyalar, yana nimalar sotiladigan joy. Xullas, o'zimda qolmagan некоторые гигиенический narsalar oldim. Kelinglar sizlar bilan bo'lishib ko'rsataman. Birinchi ko'rsatadigan narsam vatniy palet, vatniy diski. Ikkita olsanglar, uchinchisini tekinga berar ekan. Uchta oldim. Keyingi narsa, birinchi qo'limga tushgan olaman. Mana bu narsa, kim biladi bu kompaniyani? Avino, hozir teskari zerkalni ko'rsatyapti. Avino bu bug'doy anaqasidan qilinadi va juda sensitiv, чувствительный ko'jalarga juda zo'r. Men buni bunaqasini ham uyda ishlataman. Bu xullas kimda ekzema, kimda teri juda ham quruq bo'lsa, o'shanaqa narsaga body oil spray instantly nourishes very dry sensitive skin. Qizim bilan ham bolalarga ichadi. Johnson's Baby'ning kremi bor. U Johnson's Baby'ning kremi men qancha yog' sursam ham quritaveradi, lekin mana bu bitta surishda zo'r qiladi badanni. Очень советую, agar yo'lingizga tushsa. Yo'lingizga tushsa, olinglar обязательно. Bu uncha hidi bo'lmaydi, lekin yaqinda abrikosni hidli qilishni boshlashdi. Men oyoqlarimga, badanimga suraman. Keyingisi u erim solib qo'yibdi anaqamga, basketimga ibuprofen. Bitta qiziq fakt, Angliyada ikkita tabletkadan boshqa sotib olish ruxsat bermaydi. To есть 4-5 ta pachka olaman desanglar bermaydi. Faqat maksimum 2 ta olsanglar bo'ladi. U oddiy обезболивающий. Zubnoy pasta Oral-B kim ishlatadi? Keyingisi mana bu narsaga отдельно tema. Tirnoqlarimni kim sezgan bo'lsa, men uncontrollably anaqa qilolmaydigan darajada tishlab tashlayman o'zim bilmagan holda. Nervs qilamanmi, kino ko'ramanmi, boshqa qilamanmi, ketib qoladi. Oxirgi payt sezdim, jag'imni juda ham anaqa qilib yurar ekanman. Yurganimda jag'larim kunning oxirida charchab ketadi. Uxlab tursam ham mashlarim charchab turadi. Bu anaqa kappa taqishim kerak. Kappani kechqurun taqib, ertalab. Bu narsaga kelsak, bu narsa tirnoq uchun ekan. Sursanglar qattim, tez o'stiradi, og'zingizga solsanglar achchiqmasa beradi. To есть, penitsilin bo'ladi-yu, achchiq o'sha narsa tirnoq tishlashdan to'xtatishi oldini ham oladigan narsa ekan. Ishlatib ko'ramiz, chunki men o'zimga tirnoqlarim uncha yoqmaydi. O'shaning uchun ham ustiga akrilovый qildiraman. Nimagadir o'sha ustiga tirnoq qilsam tishlamayman, umuman o'zimga bormaydi. Men bunaqa yechib tashlaganimdan keyin mana bunaqa tegigacha tishlab tashlayman. Надеюсь, mana shu narsa menga juda yordam beradi. Keyingi narsa bu endi make-upga mana 3 ta narsa oldim. Bu Max Factor lip lineri. Короче, menga eng yoqqan kombo, lab kombosi bu jigarliroq kontur bilan qizil tint. Hozir shuni surib ko'ramiz, qaning. Bismillah. Xullas, unda jigarini kontur qilamiz. Sal ochroq ekan, lekin sal to'qroq bilan qilish kerak. Chiroyli ekan, lekin keyin ustidan mana bu tint suramiz. Videolarimni ko'rgan bo'lsanglar, bu tintni men 3-marta olaman. Juda chiroyli. Va oxirgisi bu mana qoshimga suradigan. Buni men уже necha marta olaman. Rimelliki Wonderful Brow degan rimelliki. Buni ko'p ko'rgansizlar make-up anaqalarimda. Buni to'q jigarini, короче, birinchi teskari machosiga surib produktlarni ushlatib olaman, keyin chiroyli qilib
Mana o'sha narsa eskisi, mana yangisini oldim, bir xil narsa. Keling, sizlarga qoshimni qanaqa bo'yashimni ko'rsataman. Qosh tutoriali. Orqama chosh surib olasizlar. Bunaqasi surasizlar-da. Shunda hamma produkt ichlariga ham kirib suriladi va keyin buni joylashtirib chiroyli bunaqa tarab qo'yasizlar orqaga. Bu o'sha sal qolmagan produkt, o'shanga 2-3 marta ustidan suraman. Lekin birinchi surganinglarda eksasini olib tashlashingiz kerak, lishnilarni. To слишком ko'p produkt ketib qoladi, nimamtimga ko'proq sal sursam. Естественный go'zallik. Kelinglar, men buni ochib surib ko'ramiz tirnoqga. Bunaqa обычный lakka o'xshab chiqadi. Suv bu prosta. Ham vitamini bor, ham anaqasi bor. Hozir hech narsa bilinmaydi. Apply regularly over the nail and ko'zim ko'rmayapti. Preferably after eating, washing and night. Xullas, ovqat yeganinglardan keyin yo uxlashdan oldin kechasi suringlar deyapti. Qopqog'ini yaxshilab yopinglar, bolalardan narida ushinglar. Xullas, ko'ramiz. Willpower in a bottle. Willpower degani samokontrol. O'zinglar ushinglar degani, короче. 3 yoshdan past bolachalarga ishlatmanglar degan. Uzr. 3 yoshdan past bo'lgan bolachalarga mumkin emas ekan. Va hozir дома не повторять degan tryuk bajaramiz. Ishlatib ko'ramiz. Точно. Наверное, надеюсь, oldimga bormaydi. Tirnoqlarim boshqa, hozir qolganlariga ham so'raman. Zo'r kim tirnog'ini o'zi kontrol qila olmaydigan darajada tishlasa, mana shuni ishlatib ko'ringlar mana. Teskari yozilgani bu stop grow. Stop nail biting. Tishlashdan to'xtatadi degan. Xullas, labimga отдельный komplimentlar qaranglar, buni qanaqa chiroyli kombo.